Assalomu alaykum. Domofonga, monitoriga kamerani qanday qilib ulash mumkin? Mana shuni birma-bir video asosida ko'rib chiqamiz. Ketdik. Birinchi o'rinda translate'ga kirib, mana bu joyda mana bilsang doim aytdi glasok, ya'ni vizitnoy turadi. Mana vizitnoy. Glavni domofon bilan chiqib turibdi. Qaranglar. Buni kamerani bosganda kamerada hech narsa yo'q. Ya'ni sazzat qilinmagan hali kamera. Endi kamera sazzat qilishdi ketma-ketligi. Birinchi o'rinda nastroyga kiramiz. Bu yerdan asosiy administrator nastroykasiga o'tamiz. Configuration. Bundan parol teramiz. Kirganimizdan keyin vizitnoy qo'shadigan joyga o'tamiz. Bu joydan tepada mana faqat vizitnoy turadi. Biz tepada plyusni bosib bu yerdan qo'shamiz. Qaranglar, mana shu joyga ahamiyat beringlar. Mana bu joyga kameraga nom beramiz. Misol uchun qanaqadir bitta nom. Misol uchun ko'cha deb yozdim. Endi pastga tushamiz. IP adresiga o'sha kamerani IP adresini yozishimiz kerak. Endi kamerani birinchi o'rinda o'zimiz aktivatsiya qilishimiz kerak. Telefondan yoki partnyordan aktivatsiya qilganimizdan keyin uni IP adresi bir xil bo'lishi kerak, ya'ni domofonniki bilan. Xo'p, ketdi. 192.168.100 bizni maskasi 100 endi kamerani IP adresi 124 ketdik. Pastda kanal degani bor, bu bir tursin. Mana shu joyga admin, ya'ni aktivatsiya qaysi login bilan qilingan bo'lsa, o'shani qilish kerak. Admin. Endi parolga aktivatsiyadagi parolni yozamiz. Kamerani aktivatsiya qilingandagi parolni yozamiz. Domofonnikini emas. Ketdi. Bu yerda OK yo'q, orqaga chiqib ketiladi. Bo'ldi, orqaga chiqildi. O'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kamera qo'shildi. Mana ko'rib turibsizlar, translate'ga kirganlaringda domofon, ya'ni turibdi. Yonida kamera bosganda yo'q edi. Mana ko'cha qo'shildi. Bosganimda mana kamerani chiqarib beryapti. Mana endi buni zapsini yo boshqa joyni ko'rmoqchi bo'lsanglar, alohida telefondan ko'rishlaring kerak. Bo'ldi. Shu edi.